أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo izn bersa, bugun yana la ilaha illalloh shartlarida o'rganishlikni davom etamiz. Bugun o'rganadiganimiz la ilaha illalloh shartlaridan yana bir shart ixlos va sidq sharti. Olimlar la ilaha illalloh shartlarini ba'zan ixlos deb alohida tushuntirishgan va ba'zanda ixlos bilan sidq bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun bitta mavzuda tushuntirishgan. Biz ham mavzuyimiz uzayib ketmasligi uchun ixlos va sidq shartini bugun mana shu darsimizga inshaalloh sig'dirishga harakat qilamiz. Demak, la ilaha illallohni shartlaridan bittasi ixlos ekan. Ixlos shirkni ziddi. Ya'ni ixlos degani xolis Alloh subhanahu va taolo uchun nima qilishlik, ibodat qilishlik. Sidq bo'lsa nifoqni ziddi. Sidq va ixlos sharti. Demak, sidq nima deydigan bo'lsak, sidq so'zni voqelikka to'g'ri kelishligi. Ya'ni biz so'zimizda sodiqlardanmizmi, koziblardanmizmi? Mana shu so'zimizni voqelikka to'g'ri kelishligi. Yoki boshqacha aytadigan bo'lsak, insonni ichi bilan tashini bir-biriga to'g'ri kelishligi. Yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, insonni ichi bilan tashini bir-biriga nima qilishligi, to'g'ri kelishligi. Bu sidqni lug'atdagi ma'nosi. Ya'ni bir inson la ilaha illalloh deganda nima deyotgan bo'ladi? Allohdan boshqa ibodat qilinuvchi hech qanaqangi bir iloh yo'q. Yaratuvchi Alloh, rizq beruvchi Alloh, o'ldiruvchi Alloh, tiriltiruvchi Alloh, yo'qdan bor qiluvchi Alloh, hukm qo'yuvchi Alloh, ibodat qilinuvchi Alloh deb la ilaha illalloh deganda mana bu narsalarni aytgan bo'ladi. Endi bu so'zi nima deyapti? So'zida bu odam aytayaptiki, men yolg'iz yaratuvchi deb Allohni bilaman. So'zida aytayaptiki, men yolg'iz tiriltiruvchi, o'ldiruvchi deb Allohni bilaman. Bu odam la ilaha illalloh deganda aytayaptiki, men yolg'iz qonun qo'yuvchi, hukm qo'yuvchi, insonlarga halol va harom belgilovchi Allohni deb bilaman. Allohdan boshqa hech kim yarata olmaydi. Allohdan boshqa hech kim o'ldira olmaydi, tiriltira olmaydi. Allohdan boshqa hech kim qonun qo'ya olmaydi, halol va harom belgila olmaydi deb la ilaha illalloh deganda nima qilgan bo'ladi? Mana shu narsani aytgan bo'ladi. Sidq ahli so'zi bilan uni ichi bir xil bo'ladi. Sidq ahli, ya'ni la ilaha illallohdan inson sodiq bo'lsa, aytayotgan so'zida nima qiladi? Tili bilan aytayotgan narsasini voqelikda ham u aytayotgan so'zga to'g'ri keladi. Ya'ni la ilaha illalloh deydida bir odam Allohdan boshqa yaratuvchi borligini qabul qilsa, Allohdan boshqalarga ibodat qilsa bo'laveradi degan tushunchasi bo'lsa, yoki Allohdan boshqalarni ham halol va harom belgilashlik haqqi bor desa, yoki mana bu odamlarga itoat qilib ketadigan bo'lsa, bu odamning so'zi bilan nima qilgan bo'ladi? Amali bir-biriga to'g'ri kelmagan bo'ladi. Ya'ni so'zni voqelikka to'g'ri kelishi. So'zni voqelikka to'g'ri kelishi yoki insonni tashi bilan, ya'ni tashqarisi bilan, zohiri bilan botini, ya'ni ichi bir-biriga to'g'ri kelishligi dedik. Mana shu la ilaha illallohni sidq sharti. Mana shu yerda biz nima qilamiz? Mana shu yerda biz musulmon bilan, ya'ni mu'min bilan munofiqni ayiruvchi alomat ekanligini ko'ramiz sidqda. Musulmon bilan mo'minni,
mo'min bilan munofiqni orasini ayiruvchi alomat ekanligini ko'ramiz sidiqda. Nimaga? Chunki mo'min shunday shaxski, ham uni so'zi bir xil, ham ichi bir xil. Alloh subhanahu va taolo mo'minlarni sifatlarini sifatlab berayotganda nima dedi? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayh. Mo'minlardan. Kimlardan? Mo'minlardan. Rijalun. Shunaqangi bir erkaklar borki, sadaqu ma ahadulloh. Ular Allohga bergan so'zlarida sidiq ahlidirlar. Sodiq ahlidirlar. Ya'ni ularni so'zlari bilan qalblari bir xil. Ular bir so'z gapiryaptimi? So'zda turib berishadi. Alloh subhanahu va taologa so'z berishyaptimi? Allohga bergan so'zlarida nima qilishadi? So'zlarda turib berishadi. Demak, la ilaha illallohni shartlaridan bir shart sidiq deganimizda nimani tushunamiz? Insonni ichi bilan tashini bir-biriga to'g'ri kelishligi deb tushunamiz. Yoki aytganimizdek so'zni voqelikka to'g'ri kelishi deb nima qilamiz? Tushunamiz. Islomiy istilohda nima? Bu shar'iy istilohda tavhid, ya'ni kalima-i tavhidni, la ilaha illallohni qalban samimiy o'laroq yolg'ondan uzoq bo'lgan holatda la ilaha illallohga ishonishligi va mana shunday shaklda aytishligi. Ya'ni inson la ilaha illalloh deganda nima qilishligi? Qalban samimiy aytishligi, yolg'ondan aytishligi emas. Mana shunga sidiq deya olamiz. Ikkinchisi yana nima edi? Bugun o'rganadiganimiz ixlos. Ixlos o'zbekcha qilib sodda qilib tushuntirganda arablar shu yomg'ir yog'adi-ku. Yomg'ir yog'ganda deylik bir joyda ko'lmaklar bo'lib qoladi. Mana shu ko'lmaklar boshida bilsiz loyqa bo'ladi. Lekin o'sha ko'lmak biroz kutganingizdan keyin tinib qoladi, sof holatga keladi. Mana shu holatda arablar mana shu narsaga xolis bo'ldi deydi. Ya'ni sof holatga keldi. Ichidagi loyqa joylari, ichidagi o'sha yomonliklar ajradi, pastga tushdi. O'sha kirlari, suvni kirlari, lekin suvni o'zi nima holatga keldi? Sof holatga keldi. Sof holatga keldi. Demakki, bundan nima tushunamiz? Demak, bundan tushunamizki, la ilaha illallohni ixlos bilan aytish degani sof holatda aytish degani. Ya'ni ichida biror bir yomon narsalar tushunmasdan, ichida bir Alloh subhanahu va taologa ham qilingan, Allohdan boshqaga ham qilingan ibodatlarda aralashtirilmadan aytilgan la ilaha illallohga ixlos sharti deymiz ekan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din." Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa va yuqimus solata va yu'tuz zakah. Holbuki ularga dinni yolg'iz Allohga xos qilgan holatda, xolis qilgan holatda ibodat qilishga nima qilingan edi? Ibodat qilishlikka buyurilgan edi. Demak, islohdagi ma'nosi nima? Ixlosni yolg'iz Allohga nima qilishlik? Ibodat qilishlik. Yolg'iz Allohga. Ala lillahi dinul xolis. Diqqat qilinglar, xolis din Allohga oid. Ya'ni ibodatni hamma turini Allohga berishlik bu qanday din? Xolis din. Ixlos bilan nima qilingan? Ixlos bilan qilingan ibodat. Mana shunga xolis din deb Alloh subhanahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, as'adun nas, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Abu Hurayradan Imom Buxoriy rivoyat qiladi. Aytadiki, as'adun nasi bi shafaati yawmal qiyamah man qala la ilaha illalloh xolisan min qalbihi aw nafsihi. Qiyomat kunida insonlarning ichida shafaatim bilan eng xursand bo'ladigan, baxtli bo'ladigan kishilar kimlar? Ular qalbidan va nafsidan xolis holatda, ixlos bilan samimiy o'laroq la ilaha illalloh deb aytgan kishilar deydi. Ya'ni qalbidagi inson la ilaha illalloh aytayotgan vaqtida qalbi samimiy bo'lsa, uni samimiyligi butun vujudiga ham ta'sir qiladi. Inson la ilaha illalloh degandagi holatda
agar qalbi bilan samimiy ixlos bilan aytgan bo'lsa, mana bu ixlosi uni amallariga ham ta'sir qiladi, so'zlariga ham ta'sir qiladi. Mana bu hadisda bizga tushuntirilayotgan narsa faqatgina buni nima qilib qo'yish emas, aytib qo'yishlik emas. Buni ixlos bilan aytganda zohirdan shunaqa aytib qo'yishlik, lekin bu hadisdan tushunadigan narsamiz nima? Bir inson ixlos bilan bir narsani aytsa, buni ixlos bilan aytgan narsasi uni amallariga ham, so'zlariga ham nima qiladi? Ta'sir qiladi. Demak, la ilaha illallohni shartlaridan bitta shart ham sidiq ekan, ya'ni nifoqdan uzoq bo'lgan, Allohga sodiq bo'lib aytilgan la ilaha illalloh va shirkdan uzoq bo'lingan ixlos la ilaha illallohni shartlari ekan. Mana bu yerda bir narsani aytishimiz kerak. Sidiq va ixlos. Sidiqni ikki qismga bo'lsak bo'ladi. Asli sidiq va komil ma'nodagi sodiqlik. Asli sodiqlik, kamol ma'nosidagi sodiqlik. Asli sodiqlik nima? Mana shu butun munofiqlikdan uzoq holatda aytishlik. Ya'ni tilimiz bilan Allohdan boshqa iloh yo'q deb aytib, qalbimiz bilan buni nima qilishligimiz? Qalbimiz ham mana bu botinimiz ham bunga ergashishligi. Mana bunga nima deymiz? Asli sidiq deymiz. Asli sidiq. Endi buni yonida kamolga olib boradigan sodiqlik bor. Kamolga olib boradigan nima bor? Sodiqlik bor. Inson amal qiladi, amallarini ko'paytiradi, sidiqi yana ham ortib boradi. Inson amal qiladi, jihad qiladi, roza tutadi, ilm o'rganadi, o'qigan ilmlar bilan amal qiladi. Buni sodiqligi yana ham nima qilaveradi? Yana ham ortib boraveradi. Demak, sidiq ikki qism ekan. Birinchisi asli sidiqi bo'lmagan odam munofiq deyiladi. Asli sodiqligi bo'lmagan odam haqiqiy o'sha Fir'avnlarda ham tagida turadigan, jahannamda eng asfala sofinda turadigan munofiqlarda asli sidiq yo'q. Lekin kamol sidiq odamlarning iymoniga qarab, odamlarning dindagi amallariga qarab nima bo'ladi? O'zgarib boraveradi. Alloh azza va jallani bizdan talab qilgan narsasi asli sodiqlik deb ayta olamiz. Xo'p, ixlos nima edi? Ixlos Alloh azza va jalla bizga ala lillahi dinul xolis dedi, to'g'rimi? Ixlos nima? Ixlos insonni dinini shirkdan, riyodan, Alloh azza va jallaning roziligidan tashqari bo'lgan narsalardan qalbini tozalashi, dinini, qulligini barcha kamchiliklardan, xatolardan tozalab, xolis Robbisiga buni nima qilishligi, xos qilishligi. Chunki Allohga oid bo'lgan din nima edi? Xolis bo'lgan din edi. Alloh azza va jallaga qilinayotgan ibodatlarda umuman Allohning roziligi bo'lmasa, Allohdan boshqalarni rozi qilishlik uchun qilingan bo'lsa, bu din xolis din bo'lmaydi. Bu la ilaha illallohda muammosi bor odamlarni qilayotgan ibodati bo'ladi. Chunki Alloh bizdan talab qilayotgan narsa Alloh azza va jallaga xolis nima qilishlik? Xolis Allohga ibodat qilishlik. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din." Albatta biz senga kitobni haq bilan nozil qildik. Bas shunday ekan, nima qilgin? Fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Allohga dinni xolis qilgan holingda ibodat qilgin. Ala lillahi dinul xolis. Ogoh bo'linglar, diqqat qilinglar, xolis din Allohga oid. Xolis din Allohga oid bo'lsa, mana bu dinni egalari ham nima qilishlik kerak? Ixlos bilan, samimiyat bilan boshqa bir maxluqni rozi qilishlik uchun emas, yolg'iz Alloh azza va jallaga xolis qilib nima qilishlik kerak? Ibodat qilishlik kerak. Tavakkal qilganida yolg'iz Allohga tavakkal qilishlik kerak. Qo'l ochib duo qilganlarida yolg'iz Allohga duo qilishlari kerak. Hayotlariga qonun qo'yadigan vaqtlarda yolg'iz qonun qo'yuvchi zot Alloh subhanahu va taolo deb bilishlik kerak. Yolg'iz Alloh azza va jallaning shariatiga, Alloh azza va jallaning qonunlariga nima qilishligi kerak?
qonunlariga bo'ysunib, yolg'iz Alloh azza va jallani sudlariga muhokama bo'lishlik kerak. Ya'ni til, qalb va mana bu a'zolarning hammasi qulligini ixlos va samimiyat bilan yolg'iz va yolg'iz Alloh azza va jallaga xos qilib nima qilishlik kerak? Xos qilib ibodat qilishlari shart va ibodat qilishlari kerak. Alloh azza va jalla nima deyapti? Fa'budillaha muxlisan lahuddin. Allohga dinni xolis qilgan holingda ibodat qil deyapti. Ibodat nima? Ibodat Alloh subhanahu va taolo sevib rozi bo'ladigan ham zohiriy ham botiniy ibodatlar qilingan amallar nima edi? So'z va amallar ibodat edi. Ismun jami'un likulli ma ismin jami'un Ibn Taymiyo rahimahulloh aytadiki, ibodat so'zi umumiy bir so'z bo'lib, Alloh subhanahu va taoloni sevib rozi bo'ladigan har qanaqangi zohir va botin ochiq va so'zlarga va amallarga ibodat deyiladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizdan talab qilinayotgan narsasi nima? Xolis holda qilingan ibodatni Alloh subhanahu va taolo bizdan talab qilyapti. Duo qilyapsizmi? Yolg'iz Allohga xolis qilishlik kerak. Namoz o'qiyapsizmi? Birovlar ko'rsinlik uchun qilmaslik kerak. Hajga boryapsizmi? Alloh subhanahu va taoloni rozi qilishlik uchun borishlik kerak. Umraga boryapsizmi? Alloh subhanahu va taoloni roziligi uchun borishlik kerak. Sadaqa beryapsizmi? Alloh subhanahu va taoloni roziligini topishlik uchun faqat Allohning yuzini istab nima qilishlik kerak? Ibodat qilishlik kerak. Agar mana bu holatda qilingan ibodatlar xolis Alloh uchun bo'lmasa, bir odam hajga bormoqchi. Biror bir niyati yo'q Allohni rozi qilishlik. Nima uchun boryapti? Odamlarni ko'rsin deb. Odamlar hoji aka bo'lib ketdi, hoji buva bo'lib ketdi, hoji ona bo'lib ketdi deb aytsin deb niyati mana shu narsa bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa bu xolis nima qilgan bo'lmaydi? Ibodat qilgan bo'lmaydi. Va bu odam la ilaha illallohda ixlos egasi deyilmaydi. Chunki la ilaha illalloh ilohlikni Allohdan boshqa barcha narsalardan nafiy qilib, rad qilib, Alloh azza va jallaga nima qilishlik? Isbot qilishlik. Ya'ni Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech qanaqangi iloh yo'q dedimi odam? Ibodatga loyiq yolg'iz Alloh azza va jalla deb turib, butun ibodatni Allohga qilishlik kerak. Niyati Alloh uchun bo'lishlik kerak. Bugun holatimizga qarasak ayanchli. Ya odamlar musulmonman deyotganlar hajga nima uchun boradi? Ya'ni 99% odamlarni rozi qilishlik uchun, odamlar uni hoji akasi deyishlik uchun, hoji ona deyishlik uchun, hoji ota, hoji buva deyishlik uchun boradi. Bu xolis Alloh subhanahu va taolo uchun qilingan amalmi? Yoki odamlarni rozi qilishlik uchun qilingan amalmi? Yo odamlarni ko'rsatishlik uchun, sum'a uchun, riyo uchun qilingan amallarmi? Shuning uchun la ilaha illallohni mana bu ma'nosi sababidan la ilaha illallohga, kalima-i tavhidga kalimatul ixlos deyilgan. Kalimatul ixlos deyilgan. Ma'nosi nima? Dinni yolg'iz va yolg'iz Allohga xos qilgan kalima degani. Ya'ni yolg'iz va yolg'iz Allohga xos qilishlik degani nima degani? Shirkdan poklangan ixlos degani. Shirkdan nima qilgan? Poklangan ixlos. Alloh azza va jallaga yolg'iz ibodat qilamiz degani, Allohdan boshqaga ibodat qilmaymiz degani. Shirk nima? Shirk Allohning sifatlaridan birini Allohdan boshqaga berishlik. Allohga qilinishlik kerak bo'lgan bir ibodatni Allohdan boshqasiga qilishlik. Shirk la ilaha illallohning ziddi. Ixlos ham la ilaha illallohning nimasi? Ziddi. Ikkalasi aslo va aslo bir joyda jam bo'lmaydi. Agar shirk bo'lsa, u joyda tavhid bo'lmaydi. Agar bir joyda tavhid ixlos bo'lsa, u joyda shirk bo'lmaydi. Mana shu sababdan ham Alloh subhanahu va taolo bizga nima dedi? Ala lillahi dinul xolis. Diqqat qilinglar, xolis din Allohga oid. Allohga xolis, ixlos bilan ibodat qilinglar dedi. Va shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo islomga kirmoqchi bo'lganlarga birinchi nimani shart qildi? Shirkdan tavba qilishni shart qildi. Sen islomga kirmoqchimisan? Ha, islomga kirmoqchiman. Bunday bo'lsa, ixlos bilan Allohga ibodat qilasan. Shirkdan bari bo'lasan. Shirkdan uzoq bo'lasan.
Allohga yolg'iz xolis holatda ibodat qilasan. Fa in tabu va aqamus solata va atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Bas agar ular tavba qilishsa, nimadan tavba qilishsa, butun salaf ulamolari, butun tafsir ulamolari, mufassirlar mana bu joydagi tavbadan qasd shirkdan tavba ekanligini aytishdi. Ya'ni mana bu joyda tavba qilsalar, namoz o'qisalar, zakotni ado qilsalar, zakotni bersalar, fa ikhwanukum fid din. Ular sizlarni dindagi qardoshingizdir. Ular sizlarni dindagi birodarlaringizdir dedi Alloh subhanahu va taolo. Endi savol. Bir inson ham la ilaha illalloh desa, nima edi la ilaha illalloh? Allohga ibodat qilishlik, Allohdan boshqaga ibodat qilmaslik, yaratuvchi Alloh, rizq beruvchi Alloh, o'ldiruvchi Alloh, tiriltiruvchi Alloh, ha? Allohdan boshqa qonun qo'yish hech kimning haqqi yo'q. Al-Hakim bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo. Mana shulardan aytsa bir odam. Bu bilan birgalikda Allohga shirk keltirsa, bu amali so'zini yolg'onga chiqargan bo'lmaydimi? Ya'ni men aytayapmanki, Allohdan boshqa iloh yo'q. Allohdan boshqa qonun qo'yuvchi yo'q deyapman. Endi shu so'zim la ilaha illallohning ma'nosimi? La ilaha illallohning ma'nosi ichiga kiradi bular hammasi. Endi bu so'zim bilan birgalikda aytayapmanki, bugungi kunimizda endi zamonamiz rivojlanib qolgan. 1400 yil oldingi qonunlarga qanday murojaat qilamiz? Kunimizda qo'l kelsa bo'ladimi desam, yoki 2-3 xotinlik ayollarga zulm desam, ayollar ozod bo'lishlik kerak desam, yoki islom ayollarning huquqlarini mahrum qilgan desam, bu so'zim la ilaha illalloh so'zimni yolg'onga chiqarmayaptimi? Yoki mana bu amalim, mana bu gapim la ilaha illalloh degan so'zimga teskari bo'lmayaptimi? Zid bo'lmayaptimi? Zid bo'lyapti. Chunki la ilaha illalloh nima edi? La ilaha illalloh Alloh subhanahu va taoloni qonunlarini mutlaq haq, to'g'ri deb bilishlik edi. Yoki la ilaha illalloh desam, Allohdan boshqa hech kim qonun qo'ya olmaydi desam, yolg'iz Allohning hukmlari bilan hukm qilishlik kerak desam, yolg'iz Allohga muhokama bo'lishligi kerak desam, shu bilan birgalikda men bu bugungi kundagi Allohdan boshqa qonun qo'yayotganlarni qilayotgan ishiga ba'zi bir uzrlar to'qib bersam, yo bularni qilayotgan ish hozir majbur bo'lib qolgan desam, yoki Allohning qonunlarini qo'yib, bularning qonunlariga, bularning muhokamalariga, bularning sud zallariga murojaat qilsam, men mana bu so'zimda sodiqlardan bo'lamanmi yoki yolg'onchilardan bo'lamanmi? Albatta yolg'onchilardan bo'laman. Endi xuddi shunday men la ilaha illalloh deb turib shirk keltirsam yoki shirk keltirgan holatimda la ilaha illalloh desam, men nima qilgan bo'laman? Mana bu amalim so'zimni yolg'onga chiqargan bo'ladi. Bu inson la ilaha illalloh, ya'ni la ilaha illalloh deb turib shirk keltirayotgan odam so'zida to'g'rilardan bo'lmaydi, yolg'onchilardan bo'ladi. La ilaha illallohda ixlos ahlidan bo'lmaydi, shirk ahlidan bo'ladi. Chunki la ilaha illalloh deb turib nima qilyapti? Allohga shirk keltiryapti. Yoki shirk keltirgan holatida Allohga ibodat qilishligini, Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligini aytishligini da'vo qilyapti. Allohga shirk keltirgan holatida aytilgan la ilaha illalloh insonni islom diniga kirgizmaydi. Bu so'zi bilan u inson musulmonlardan nima qilmaydi? Musulmonlardan bo'la olmaydi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Qul inni umirtu an a'budalloha mukhlishan lahu-d-din." Sen aytki Muhammad alayhisalom, albatta men dinni Allohga xolis qilgan holimda Allohga ibodat qilishlikka nima qilganman? Buyurilganman. Umirtu li an akuna awwalal muslimin. Va men musulmonlarni shirkni tark qilib, tavhid bilan Allohga burilgan qullarni birinchisi bo'lishlikka buyurilganman. Alloh subhanahu va taolo mukhlishan lahu-d-din deyaptimi? Ixlos bilan Allohga ibodat qilishlikka buyurilganman deyaptimi? Demak, nima bu yerda tushuniladi? Bu oyatdan tushunadiki, yolg'iz Allohga ibodat qilaman. La ilaha illalloh deganimda bu so'zimda ixlos ahli bo'lishlikka buyurilganman degan ma'no nima qilinadi? Tushuniladi. Bir inson shirkdan pok bo'lgan holatda dinini, qulligini Allohga xolis qilsa va la ilaha illalloh desa, bu odam muvahhid bo'ladi. Va xuddi shunday
dinga ixlos bilan kirilganidek ixlosni oxirigacha himoya qilishlik shart. Va diniga inson shirkni aralashtirmaslik kerak. Agar bir inson la ilaha illallohda ixlos ahli bo'lsa-yu, lekin bir muddat o'tgandan keyin shirk aralashsa, shirk qo'shsa amaliga, la ilaha illallohga, bu amali nima bo'ladi? Bekor bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Qul aytgan Muhammad alayhisalom, afa g'ayrallohi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Ey johillar, meni Allohdan boshqaga ibodat qilishlikka buyurasizlar. "Va laqad uhiya ilayka va ilal ladzina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk va la takunanna minal khasirin. Balillahi fa'bud va kun minash shakirin." Va laqad uhiya ilayka, qasamki senga va sendan oldingilarga shunday vahiy qilingan. La in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Agar shirk keltirsang, albatta nima bo'ladi? Amaling behuda bo'ladi, amallaring habata bo'ladi. Va la takunanna minal khasirin. Va sen ziyon ko'ruvchilardan bo'lasan. Balillahi fa'bud va kun minash shakirin. Yo'q, sen Allohga ibodat qiluvchi va unga shukr qiluvchilardan bo'lgin deydi Alloh azza va jalla. Boshqa oyatda aytadiki Alloh subhanahu va taolo, "Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu va hum muhtadun." Iymon keltirganlar va iymonlariga zulmni, ya'ni shirkni aralashtirmaganlar, ana o'shalarga omonlik bor va ular hidoyat topganlardir deydi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar bo'lsa ham butun payg'ambarlarga vahiy qilgan narsasi nima? Agar shirk keltirsang, la ilaha illallohingga ixlosdan chiqib shirk bilan bir ibodat qilsang, shirk amalini qilsang, amallaring nima bo'ladi? Habata bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo payg'ambari aytgan. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga xabar bergan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, meni ummatimdan kimda kim biror narsani Allohga shirk keltirmagan holatdagina o'lsa, u nima bo'ladi? U jahannamga kiradi. Agar Allohga biror bir narsani shirk keltirmasdan o'ladigan bo'lsa, ana shu odam jannatga kiradi. Meni ummatimdan kimda kim biror narsani Allohga sherik keltirmasdan o'lsagina jannatga kiradi. Agar biror narsani sherik qilsa, bu hadisdan nima tushunamiz? Mafhum muxolifidan. Demak, kim shirk keltirib o'lsa, bu odam jahannamga kirishini tushunamiz. Demak, bu nima edi? Bu amallarni, bu insonni qilayotgan ibodatlarda yolg'iz Allohga ibodat qilishlik. Shirkni aralashtirmaslik. Xuddi shunday bizni ikkinchi vazifamiz nima qilishlik? Riyodan ham ehtiyot bo'lishlik. Ya'ni biz riyoni ikkiga bo'lsak bo'ladi. Riyo biri bor dindan chiqaradi, biri bor dindan chiqarmaydi. Riyoni dindan chiqaradigan nima? Riyoni dindan chiqaradigani amallarda birortasida Alloh subhanahu va taoloning roziligini o'ylab qilmaslik. Bir odam namoz o'qisa-yu, buni namoz o'qishdagi niyati dadasi aytgan uchun o'qiyotgan bo'lsa, Allohning roziligi bo'lmasa, yoki dadasi ko'rishlik uchun o'qigan bo'lsa, Qur'on yodlayotganda Allohning roziligi uchun emas, dadasini rozi qilishlik uchun, shayxlarni rozi qilishlik uchun qilgan bo'lsa, har qanaqangi ibodatni Allohning rozilik biror bir poyi bo'lmasa, bu odam riyo qilib Allohga shirk keltirgan bo'ladi. Bu shirk riyo. Lekin bir odam bor, Allohning rizoligi uchun qilyapti, lekin orada qalbiga shaytonning vasvasasi kirib, riyo aralashtirib qo'yapti. Bu o'sha shariatda kichkina shirk deb, kichkina dindan chiqarmaydigan shirk deydiganimiz riyo hisoblanadi. Bundan ham musulmonlar ehtiyot bo'lishlik kerak. Ya'ni chunki riyo deb o'tib ketmaslik kerak. Riyo qilingan amalni habata qiladi. O'sha qilingan, misol uchun bir odam jihad qilyapti. Jihodida Allohning roziligi uchun qiladi, lekin Allohning roziligi bilan birgalikda nima bor? Odamlar ko'rsin degan narsa bor. Bir odam ilm o'qiydi, Alloh uchun o'qiydi, lekin yana buni niyatida shayton oraga nima kirib qolgan? Buni niyatiga o'sha insonlar buni olim deyishlik uchun mana bu narsani qilib qo'ygan. Yana bir odam bor, sadaqa beradi, boy odam. Bu bilan birgalikda buni niyatiga xolis uchun qilyapti, lekin shayton aralashib qo'ygan bunga. Bu odamni qilingan o'sha amallari habata bo'ladi. Ulamolar shuni aytgan. Ulamolar aytadiki, bir inson agar roza tutayotgan bo'lsa, rozasida
Allohni niyat qilib, Allohni roziligi uchun qilib boshlagan u, lekin o'sha paytda riyo kirib qolsa, u ham uni qalbidan ketkizmasa, o'shanday harakat qilsa, Alloh subhanahu va taolo uni ana shu ro'zasini nima qiladi? Qabul qilmaydi, habata bo'ladi deydi. Unga faqat och qolishligi qoladi xolos. Namozda ham xuddi shunaqa, boshqa ibodatlarda ham nima bor? Xuddi shunaqa. Shuning uchun ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taologa nima qilishligimiz kerak? Xolis qilib ibodatimizni, niyatlarimizni to'plashligimiz, niyatlarimizni yolg'iz Alloh uchun qilishligimiz kerak. Hammamizga ma'lum bir mashhur hadis bor. 3 kishi bor, jahannam bularni jahannam bular bilan yondiriladi. Bulardan bittasi o'sha ilm o'qigan olim. Alloh subhanahu va taolo uni huzuriga olib keltirib, "Sen nima qilding?" deganda aytadiki, "Men o'qidim, ilm o'rgandim va buni insonlarning ichiga chiqib tushuntirdim. Men da'vat qildim, kitob yozdim, insonlarga shirkni tushuntirmayotgan vaqtida shirkni tushuntirdim. İnsanlar tavhiddan johil bo'lib qolgan vaqtida tavhiddan dars berdim. İnsanlar ilmni mensimay qo'ygan paytda men ilm o'qidim. İnsanlar kitoblar nimaligini bilmayotgan paytida men O'zbekistondagilar ichiga birinchi tavhidni nima ekanligini tushuntirdim" deydi. Alloh subhanahu va taolo kazabda. Sen yolg'on gapiryapsan. Sen insonlar seni olim desin deb o'qiding. Sen kitob yozding, lekin insonlarni rozi qilishlik uchun, insonlar mana o'zbeklarning ichida tavhid da'vatchisi yo'q bo'lib ketgan edi. Mana men chiqdim, mana shu bilib qo'yinglar deb, mana shu uchun qilding. Ha, sen da'vat qilding, lekin odamlar seni nimaga qanaqa ham chiroyli gapirar ekan, juda ham zo'r gapirar ekan deyishlik uchun da'vat qilding, oting uni jahannamga deydi. U yuzi yerga ishqalanib jahannamga kirib ketadi. Alloh saqlasin. Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Va yana jihad qilgan odam Alloh azza va jalla uchun hijrat qiladi. Alloh azza va jalla uchun vatanini tark qiladi. Alloh azza va jalla uchun kerak bo'lsa bolasini, xotinini, molini, mulkini, butun vatanini tark qilib chiqadi. Va bu ham yetmaydi. Alloh uchun jihodga chiqadi. Jihodga chiqib yaralanadi. Portlab ketadi. Pachaq-pachaq bo'lib ketadi, mayda-mayda bo'lib ketadi va Alloh subhanahu va taoloning huzuriga chiqqanda nima qilding men uchun deydi Alloh subhanahu. Ey Allohim, men sen uchun jihod qildim. Ota-onamni tashlab keldim, bolamni tashlab keldim. Butun bor yo'g'imdan voz kechdim va oxiri jonimdan ham voz kechdim deganda Alloh subhanahu va taolo sen yolg'on gapiryapsan deydi. Subhanalloh. Sen odamlar seni nima ham jasur ekan, qanaqa ham kuchli odam ekan deyishlik uchun qilding va bu narsa senga dunyoda aytildi, oti yo'li jahannamga deydi. Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Va uni yuzi yerga ishqalgan holatda jahannamga tashladi. Va ana xuddi shunday mol dunyo egasi pul topadi. Million pullarni Alloh uchun sarf qiladi. O'zini zohir niyatida, zohir ko'rinishida. Million pullarni musulmonlarni ozod qilishlik uchun jo'natadi. Million pullarni musulmonlarga madrasa ochib berishlik uchun ishlatadi. Million pullarni o'sha tul qolib ketgan, yetim qolib ketgan bolalarni o'sha kamchiliklarni qilishlik uchun ishlatadi. Va mana shu holatda o'ladi. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni huzuriga olib keladi. Nima qilding men uchun? U sanaydi, ey Allohim, men kecha kunduz ishladim va buni seni yo'lingda topganlarimni sadaqa qildim. Faloncha mujohidlar bir joylarda qiynalib qolgan edi, men ularga pulim bilan yordam berdim. Faloncha joylarda madrasa ochilishligi kerak edi, ochisha olmayotgan edi. Men bu yerda madrasa ochishlik uchun pulim bilan yordam berdim. Faloncha joyda ilm talabalari bor edi, qiynalib qolgan edi. Men ularga pul bilan yordam berdim. Faloncha joyda yetimlar bor edi, shahidlarning oilasi bor edi, men ularga qiynalib qolganda pulim bilan yordam berdim deydi. Subhanalloh. Alloh subhanahu va taolo sen yolg'on gapiryapsan. Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Sen odamlar seni o'sha pulini Alloh uchun sarflaydigan odam ekan, bu qanday ham sahih odam ekan deyishlik uchun qilding va bu narsa senga dunyoda aytildi, oting uni jahannamga deydi. Va u ham ana shu holatda jahannamga yuzi ishqalangan holatda jahannamga tashladi. Bular bizni ko'zimizda dunyoda qilingan eng katta amallardan bittasi. Jihad, shahid bo'lishlik. Alloh subhanahu va taolo shahidga
juda ham katta maqomlarni bergan. Lekin buni Allohning yo'lida urishligi niyati xolis Alloh uchun bo'lmaganligi uchun, amalida riyo bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo uni jahannamga tashladi. Ilm o'qishlik oson emas. O'qiganlardan takror qilib aqlda saqlab qolishlik oson emas. O'qiganlar bilan amal qilishlik oson emas. O'qiganlarni insonlarga tushuntirishlik oson emas. Tushuntirgandan keyin insonlardan kelgan aziyatlarga sabr qilish, talabalarga sabr qilishlik oson emas. Eng katta qilingan amallardan bittasi ilm o'qib qoldirib ketishlik orqada. Shunaqangi katta qilgan amallarda mana bu odamlar olim bo'lishiga qaramasdan insonlarning ko'zida, lekin qalbida riyo bo'lganligi uchun Alloh azza va jalla ularni jahannamga tashlaydi. Pul topishlik oson emas. Pul topgandan keyin uni sanab bundan voz kechib, mana bu madrasaga shuncha pul berish kerak, mana bu yetimlarga shuncha pul berish kerak, mana bu odamlarga shuncha pul berish kerak deb pullarni berib tashlashlik oson emas. Lekin bular shunaqangi qiyin amallarni qilgan bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo ularni jahannam bilan nima qilyapti? Jahannamda o'shalarni jasadi bilan yoqyapti, tutashtiryapti. Sababi bu odamlarning qalbida riyo bo'lganligi uchun. Shuning uchun musulmonlar, biz musulmon bo'ldik. Biz tavhid ahli bo'ldik. Endi bizga hech narsa zarar qilmaydi deb yahudiylashib qolmayapmiz bizga. O'zi haqiqatdan bugun musulmonlar yahudiylashib boryapti. Biz o'ylab qolganmizki, bo'ldi, biz tavhid ahlimiz, bizdan boshqa bo'sha dunyoda ya'ni zo'r odam yo'q bizdan boshqa deb qo'yganmiz tavhid ahli. Illa man rahima robbi. Nima qilsak qilaylik, bizga zarar bo'lmaydigandek bo'lib qolgan. Sahobalar shunaqangi darajada ediki, Imom Buxoriy rivoyat qiladi, bir tobein aytadiki, men sahobalardan 30 tasi bilan ko'rishdim. Bularning hammasi o'zlaridan nifoq alomati borligidan qo'rqishardi. Sahobadan 30 tasi o'zida nifoq borligidan qo'rqardi. Ey musulmon, ey tavhid ahliman deyotgan odam, ey muvahhidman deyotgan odam. Bir kun o'yladingizmi, men qalbimda munofiq, nifoqlik bormikin degan narsani aqlingizga keltirdingizmi? O'ylab tafakkur qilish kerak odam. Sahoba Alloh bulardan rozi bo'lgan, jannatda biletni olishgan, Hudaybiyada qatnashgan, Alloh azza va jallaning payg'ambari Hudaybiyada qatnashganlar jannatda degan, Badrda qatnashgan, Badrdagilarga biror narsa zarar qilmaydi degan, Alloh ularni kechirdi degan, lekin shu odamlar munofiqlikdan, nifoq bo'lishidan qo'rqyapti. Biz miskinlar hali jihad qilganimiz yo'q, tuzli quruq ilm o'qiganimiz yo'q, tuzli quruq namoz o'qiganimiz yo'q, tuzli quruq roza tutganimiz yo'q. Qay darajada nifoqdan omondamiz? Qay darajada nifoq bormikin deb o'ylayapmiz. Huzayfa radhiyallohu anhu munofiqlarning kimligini bilardi. Umar radhiyallohu anhu qo'ymadi orqasidan yurib, ey Huzayfa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni ham ismim ularni qatorida senga aytdimi deb qo'ymadi. Bilgungacha tinch yurmadi. U ham, ey Umar, men sizga aytaman, sizdan boshqasiga aytmayman. Siz uning ichida yo'qsiz dedi. Ungacha tinchimadi Umar radhiyallohu anhu. Hanzala radhiyallohu anhu Madina ko'chalarida yig'lab yurdi. Madina ko'chalarida baqirib yig'lab yurdiki, Hanzala munofiq bo'lib qoldi, Hanzala munofiq bo'lib qoldi. Nimaga? Nimaga unaqa qildi sahoba? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida boshqacha, ahli ayolining yonlariga borganda qalblari boshqacha edi. Shuni munofiqlik alomati deb yuribdi. Bizchi musulmonlar juda omonda bo'lib qo'yganmiz. Tavhid ahli juda omonda bo'lib qo'yganmiz. So'z beramiz, bajarmaymiz. Dushmanlik qilamiz, haddan oshamiz. Tortishganimizda og'zimizdan har qanaqangi so'z chiqaveradi. Yolg'on gapiramiz. Munofiqlik to'rt alomati ham bizda bo'ldi-ku. Biz lekin hali ham o'zimizdan omonamiz. Mana shu narsa Alloh azza va jalla bizni musulmonlarning tavhid ahlini o'zi isloh qilsin. Yahudiylashishlik. Yahudiylar aytardiki, va qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Yahudiylar aytishdiki, biz jahannamga bizga olov tegmaydi, bizga jahannam tegmaydi. Tegsa ham illa ayyaman ma'dudat. Ba'zi bir kunlarda tegib qoladi derdi. Bir kun qolamiz, 2 kun qolamiz, 3 kun qolamiz, chiqamiz. Bugun musulmonlardan so'rang. Ya axi, Alloh kechiradi-yu. Kechiradi Alloh, lekin Alloh subhanahu va taolo G'afur Rahim. Bu bilan birgalikda Alloh azza va jalla al-Qahhor bo'lgan zot. Alloh azza va jallaning azobi shadid. Bundan omonda bo'lib qo'yamiz. Shuning uchun musulmonlar tavhidni o'rganganidan keyin mana bu narsalarda ham nima qilishlik kerak? Mana bu narsalarda ham bilishlik kerak. So'zlarga sodiq bo'lishlik kerak.
Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayh dedi Alloh subhanahu va taolo. Shulardan bo'lishlikka harakat qilishlik kerak. Bular hammasi ixlos sohibi odamlar edi. Ixlos egalari edi. Bu kim bilasizlarmi? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayh oyatidan qasd Anas ibn Nadr. Anas ibn Nadr Alloh subhanahu va taoloni o'sha birinchi Badr jangiga chiqa olmaganligi uchun ba'zi bir sabablardan qolib ketdi. Shunda so'z berdi. Allohga so'z berdi. Aytdiki, Alloh subhanahu va taolo meni jihad qilishlikka yana nasib qiladigan bo'lsa, yana jihodga chiqa oladigan bo'lsam, Alloh azza va jalla ko'radi, men qanday Allohning yo'lida jang qilishligimni, men qanday Allohning yo'lida urushligimni Alloh azza va jalla ko'radi. Alloh azza va jalla mana bu holatda Uhud jangi bo'ldi. Anas bin Nadr shunaqangi jang qildiki, badanida jarohat olmagan birorta bir joyi qolmadi. Sinisi mana bu barmoq uchidan tanib oldi. Sinisi uni keldi, barmoq uchlaridan tanib oldi. Alloh subhanahu va taolo oyat nazil qildi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayh. Mu'minlardan shunaqa odamlar borki, ular Allohga bergan so'zini nima qiladilar? Sodiq qoladilar, bajaradilar. Biz mana shulardan bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Alloh azza va jallaga biz so'z berganmiz. Ey Allohim, biz senga shirk keltirmaymiz. Ey Allohim, sen bizga qonun qo'yuvchisan. Ey Allohim, biz senga tavhidda ibodat qilamiz. Riyoni aralashtirmaymiz, nifoqni aralashtirmaymiz deganmizmi? Biz mana bu so'zimizga sodiq tursak, inshaalloh mana bu oyatda aytilganlardan ham bo'lib qolishligimizdan Allohga umid qilamiz. Demak, la ilaha illallohning qarshisida odamlar ikki turli ekan. Birinchi la ilaha illallohni aytganlar sahobalar, ularga ergashgan, xolis Alloh uchun aytgan, faqat Allohning roziligi uchun aytgan odamlar ekan. Ba'zi odamlar ham bor ekanki, bular Alloh azza va jallani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vaqtida musulmon muomalasini ko'rishlik uchun la ilaha illalloh deb aytgan, lekin qalbdan ishonmagan munofiqlar. Munofiqlar shunaqa edi. Alloh subhanahu va taoloni payg'ambarini aldashlik uchun, Allohni aldashlik uchun, omonda qolishlik uchun, Madinada yashab qolishlik uchun, musulmon muomalasini ko'rishlik uchun la ilaha illalloh deyishardi. Va yana Madinadagi islom davlatini ne'matlaridan foydalanishlik uchun la ilaha illalloh deydigan odamlar ekan. Va ne'mat ko'rsa, Allohdan bir nusrat ko'rsa, xursand bo'ladigan, lekin islom yo'lida bir aziyat kelsa, islom yo'lida bir muammo kelsa, dindan qaytadigan munofiqlar va badaviylar kabi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah." İnsanlardan shunaqasi borki, Allohga iymon keltirdik deyishadi. Allohga iymon keltirdik deyishadi. Fa iza uziya fillahi, qachonki ularga Alloh yo'lida bir aziyat kelib qolsa, ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. İnsanlardan ko'rgan aziyatini, azobini, bir fitnasini Allohning azobida ko'rishni boshlaydi. Bular mana shu Madinadagi munofiqlar. Biz ham qaraylik. Allohga iymon keltirganligimizni aytamiz. Va minan nasi man yaqulu amanna billah. Ulardan o'sha ba'zi insonlardan ba'zilari bor. Biz ham insonlardanmiz. Amanna billah deyamizmi? Amanna billah deyamiz. Endi qarashligimiz kerak. Fa iza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. Alloh azza va jalladan imtihon bo'lib, insonlardan bir imtihon kelsa, sinov kelsa, insonlarning azobini Allohning azobi kabi ko'ryapmizmi? Yoki Rasulullohning sahobalariga o'xshab hada ma va'adanallohi va rasuluhu deyapmizmi? Bu Allohni va Rasulining va'da qilgan narsasi deyapmiz. Demak, insonlar la ilaha illallohning qarshisida birinchi toifa musulmon muomalasini ko'rishlik uchun aytishar ekan, lekin bular sidiq ahli, ixlos ahli emas ekan. Yana bir toifa nima? Madina islom davlatini yoki kunimizga qaraydigan bo'lsak, musulmonlardan foydalana olishlik uchun, musulmonlar bilan tijorat qilib olishlik uchun, musulmonlardan bir foyda olishlik uchun nima qiladiganlar? La ilaha illalloh deydiganlar. Ulardan ne'mat ko'rgungacha ular bilan birga bo'lib, ulardan bir aziyat ko'rganda, ulardan bir Allohning yo'lida bir aziyat kelganda
dindan qaytadigan munofiqlar ekan. Va uchinchisi ham bor ekan. Bular haqiqatdan iymon keltirishlik uchun, ishonishlik uchun la ilaha illalloh demaydigan, lekin ko'pchilik nima desa, ularda aytganiga ergashib la ilaha illalloh deydiganlar bor ekan. Haqiqatdan iymon keltirishlik uchun, taslim bo'lishlik uchun emas, ko'pchilikka ergashishlik uchun la ilaha illalloh deydiganlar. Ko'pchilik tavhid ahli bo'lyaptimi? Biz ham tavhid ahlimiz deb da'vo qiladiganlar. Ko'pchilik o'zini salafiylarmiz deyaptimi? Qarayapti, bitta jamoat bor. Bu jamoatning ichida bir 600 ta, 700 ta odamlar bor. 6000 ta, 7000 ta odamlar bor. Bir davlatda o'zida 15 ta, 20 ta masjidlari bor. Qarayaptiki, bular haqqa o'xshayapti. Nimaga bular ko'p? Yoki bir da'vatchi bor, 1 millionga yaqin obunachisi bor. Qarayapti, ko'pchilik eshityapti, demak nima qiladiganlar? Bu odamni haq deb la ilaha illalloh deydiganlar, haq deb o'zini salafiyman deydiganlar, haq deb o'zini jihod ahliman deydiganlar, ko'pchilikka qarab, ko'pchilik o'zini salafiyman desa salafiy deb, asar ahliman desa asar ahliman deb, tavhid ahliman desa tavhid ahliman deydiganlar bor ekan. Anas bin Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Alloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, qul qabrga kirganida farishtalar uning yoniga keladi. Va aytadiki, shu Muhammad deyilgan sallallohu alayhi vasallam kishi haqida nima deysan? Mu'min aytadiki, ixlos bilan Alloh uchun la ilaha illalloh deydiganlar. İnsanlar la ilaha illalloh deyapti-yu, men ham deyman deb aytadiganlar emas. Xolis, rijol bo'lgan, ixlos bilan, sodiqlik bilan aytadiganlar, men uni Allohning quli va rasuli ekanligiga guvohlik beraman deydi. Kofir yoki munofiqqa keladigan bo'lsak, deydi Rasululloh, men bilmayman, men insonlar aytayotgan narsani aytardim deyshadi. Men bilmayman u haqida. Nimaga bilmaydi? Chunki bu odam insonlar nima desa, o'shani aytib ketgan. Qarayapti, insonlar ko'pchilik, tavhid ahliman deyapti, biz ham tavhid ahlimiz. Qarayapti, odamlar bor, saf ko'p, o'zlariga salafiyman deyapti, biz ham salafiymiz deydi. Qarayapti, nafsiga yoqyapti, juda zo'rga o'xshayapti. Qarayaptiki, bu ham men odamlar nima deyapti, asar ahlimiz deyapti, men ham asar ahlimiz deyapti. Bularni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam munofiq deyapti va bular nima uchun aytyapti la ilaha illallohni? İnsanlarni ko'pchiligiga ergashishlik uchun aytadigan odamlar deyapti. Robbim mana bu la ilaha illallohning shartlarini bilib amal qilishlikni va hayotimizda oxirgacha ixlos bilan amallarimizga shirkni, riyoni aralashtirmasdan, nifoqni aralashtirmasdan Robbimizga yo'l qilishlikni bizlarga nasib qilsin. Oxirgi bir modda bor. Bu modda nima? Biz ixlos ahli ekanligimizni yoki to'g'ri, sidq ahli ekanligimizni qanday bilib olsak bo'ladi? Ya'ni har bitta inson o'zi uchun, ya'ni birov o'zini isbotlashligi shart emas. Har bir odam o'zini nafsida qanchalik sidq ahli, qanchalik ixlos ahli ekanligini bilib olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, yashayotgan hayotimiz har bir imtihon bo'lamiz. Yashayotgan hayotimizda har birimiz imtihonga duchor bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo nima qiladi? Bizni imtihon qiladi. Alloh azza va jalla aytadiki, "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn." Ular ko'rmaydilarmi? Ularni biz har yili bir yoki ikki marta nima qilyapmiz? Imtihon qilyapmiz. Mana shu imtihonlar bizni ixlos va sadoqatimizni, sidqimizni o'lchashlik uchun bir imkoniyat. Mana bu imtihonlar xoh tog'utlar bilan, xoh insonlar bilan, xoh milisalar bilan, xoh oilamiz bilan, xoh yana boshqa masala bilan, moddiy dunyo taraflari bilan bo'lgan imtihonlar bizni ixlosimizni va sidqimizni o'lchashlik uchun bir imkoniyat. Chunki Alloh azza va jalla sodiq bilan, rostgo'y bilan yolg'onchini, kozibni oxiratda xohlaydiganlar bilan dunyoni xohlaydiganlarni oshkor qilishlik uchun, uni o'ziga ko'rsatib qo'yishlik uchun nima qiladi? Imtihon qiladi. Alloh azza va jalla nima dedi? Alloh azza va jalla aytibki, "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn." Ular ko'rmaydilar, biz ularni har kuni, har yili, bir yil, bir marta yoki ikki marta nima qilyapmiz? Imtihon qilayotganimizni ko'rmaydilar. Imtihon qilamiz. Nima uchun imtihon qilamiz? Deyapti Alloh subhanahu va taolo. Aytadiki Alloh azza va jalla, "Ahasiban nasu an yutraku
an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Odamlar, insonlar iymon keltirdik deb aytishlari bilan imtihon qilinmasdan, sinalmasdan tark etilishlarini o'ylaydilarmi deydi Alloh subhanahu. Siz iymon keltirdingizmi? Musulmonman dedingizmi? Men tavhid ahliman dedingizmi? Muvahhidlardanman dedingizmi? Alloh azza va jalla aytayaptiki, biz sizlarni nima qilamiz? İmtihon qilamiz. Alloh azza va jalla imtihon qiladi. Alloh azza va jalla nima qiladi? Har bir odamlarni imtihon qiladi. Nima uchun imtihon qiladi? Alloh azza va jallani imtihon qilishning sababi bor. Alloh azza va jallani imtihon qilishning nimasi bor? Sababi bor. Nima sababi bor? Hozir oyatda davomida keladi. Va laqad fatanna allazina min qablihim. Biz qasamki ulardan oldingilarda ham imtihon qilganmiz. Nima uchun? Falaya'lamannallohu allazina sadaqu va laya'lamannal kazibin. Biz albatta Alloh nima qiladi? Sodiq bo'lganlarni ham biladi, yolg'onchilarni ham biladi. Nima uchun imtihon qiladi Alloh subhanahu va taolo? Alloh subhanahu va taolo bizga tanitib qo'yishlik uchun imtihon qiladi. Biz muvahhidmiz, tavhid ahlimiz, Alloh uchun shu ishlarni qilamiz, Alloh uchun bu ishlarni qilamiz deyapti-yu, deyamiz u har kuni. Alloh azza va jalla bizga tanityapti. Qani, mana bu qo'limni imtihon qilaman. Imtihon qilganimda koziblardanmi, ya'ni so'ziga qarshi chiqib, so'zini yolg'onga chiqaradiganlardanmi yoki sodiqlardanmi? Bergan so'ziga javob beradigan, bergan so'zda turib beradigan ekanmi? Buni bizga bildirib qo'yishlik uchun. Va laqad fatanna allazina min qablihim. Biz ulardan oldingilarni ham imtihon qilganmiz. Bizdan oldingilar ham imtihon qilingan. Qaraysiz, odamlar subhanalloh, ozgina boshiga imtihon keladi. 15 kun qamalib chiqadi. Bir marta militsiya bilan suhbatga borib keladi. Qaraysiz, iymondan asar ham qolmaydi. Savollarda keladi, bir odamni militsiya chaqiradi, 15 kun o'tirib chiqadi. Chiqadi, soqolini olib tashlaydi. Chiqadi, namozni tashlab tashlaydi. Chiqadi, xotiniga tavhid o'rganishni taqiqlaydi. Tavhidni o'rgansang taloq qilaman deydi. Allohu akbar. Biz qanaqa Allohga iymon keltirganmiz? Qanaqa biz iymonimizda sodiqmiz bunaqa holatda? Bir insonni militsiyalar bilan, tog'utlar bilan ko'rishgandagi qo'rqishligi bu oddiy holat. Musa alayhisalom qo'rqqan. Musa alayhisalom Fir'avndan qo'rqqan. To'g'rimi? Qo'rqishlik bu oddiy holat, insonning tabiatida bor. Qo'rqib bir insonni soqolini ozaytirishligi insonni kofir qilib qo'ymaydi. Qo'rqib 1-2 kun, 3 kun ehtiyot bo'lishligi yoki 1 oy ehtiyot bo'lib insonlarning ko'ziga ko'rinmaslikka harakat qilishligi bu oddiy holat. Bunda muammo yo'q. Hech kim buni ma'lumot qila olmaydi. Bu iymonga bog'liq. Iymoni ziyoda va ortib kamayganiga bog'liq bu narsa. Lekin bir odam mana bu narsadan keyin namozni tashlab yuborsa, musulmonlar bilan birga bo'lishni tashlab yuborsa, umuman yig'ishtirib qo'ysa dinni, bu odam la ilaha illallohda sodiqlardan emas, kimlardan? Koziblardan. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambariga bu Ankabut surasi musulmonlarga men tavsiyam ko'p o'qishliklar kerak bo'lgan suralardan. Ankabut surasi, Luqmon surasi, Isro surasi bularni ko'p o'qishligimiz kerak. Xossatan Luqmon va Ankabut surasi. Nimaga? Bular Makkaning eng qiyinchilik bo'lgan vaqtida musulmonlarga sabrni, musulmonlarga yo'lni, musulmonlarga manhajni o'rgatgan oyatlardan bir suralardan bir sura. Ota-ona bilan qanaqa muomala qilishdi? Ankabut surasida Alloh subhanahu va taolo o'rgatadi. Nimaga? Chunki Makkada musulmonlar, yosh musulmonlar bor, iymon keltirgan, lekin ota-onalari mushrik. Bularga qanaqa muomala qilish kerak? Bularga itoat qilishlik kerakmi? Itoat qilsa, qanaqa qilib itoat qilish kerak? Qay darajada itoat qilishlik kerak? Itoat qilmasa, nimada itoat qilmaslik kerak, nimada itoat qilishlik kerak? Bularni Alloh subhanahu va taolo Luqmon surasida ham, mana bu Ankabut surasida ham nima qilgan? Tushuntirib bergan. Luqmon surasida musulmonlarning farzandlarini qanday tarbiya qilishlik kerakligini Luqmon alayhisalomni o'rnak qilib, namuna qilib Alloh subhanahu va taolo tushuntirib bergan. Shuning uchun Luqmon surasi, Ankabut surasi bizga bo'lib ham Ankabut surasi hozirgi bizning imtihonlarimizni qarshisida o'qib tasalli olishligimiz kerak bo'lgan oyatlardan bittasi. Va laqad fatanna allazina min qablihim. Bizdan oldingilarda ham Alloh subhanahu va taolo imtihon qilgan. Biz sahobalarchalik imtihon bo'lganimiz yo'q. Sahobalar
Misol Ammar bin Yosir iymon keltirdi, oilaviy iymon keltirishdi. Kimni onasi oilaviy iymon keltirganligi uchun kofirlar tarafidan o'ldirildi? Kimi otasi kofirlar tarafidan o'ldirildi? Kim iymon keltirganligi uchun majburlanib, boshidan qaynoq suvlar to'kilib, 1 oylab, 1,5 oylab, 2 oylab qamalib, ovqatsiz, suvsiz mana bu narsaga Rasulullohni haqorat qilishlikka majbur qilib temirlar bosildi kimmi? Kim Bilal radhiyallohu anhu ga o'xshab issiqlarda, cho'lni o'rtasida toshlarni bostirib, shunaqa imtihon qilindi? Kim Habbob bin Aratga o'xshab iymon keltirganidan keyin cho'qqa yotkazildi? Hech kim. Bular bu narsaga sabr qildi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoniga kelib aytishdiki: "Ey Allohning Rasuli, Allohga duo qilsang bo'lmaydimi? Alloh subhanahu va taolo bizni mana bu balolar ustimizdan kesatsin" deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'ba yoniga suyanib turgandi, yonboshlab olgandi. Shuni turdida g'azablanib ketdi. Sizlardan oldingilar iymon keltirganligi uchun olib kelinardi. Olib kelinib, ba'zilari misol uchun ashabu hudud qaynagan qozonlarga tashlashib yuborardi. To'g'rimi? Qaynagan qozon, qaynab turgan qozonga tashlashib yuborardi. Ba'zilarida iymon keltirganligi uchun ularni oyoq qo'llarini teskarisidan kesib, boshlarini o'rtasidan aralab yuborishardi. Lekin ularni mana bu narsa iymonlaridan qaytishlikka nima qilmadi? Majbur qilmadi. Ular mana bu sababdan iymonlaridan qaytmadi. Lekin sizlar nima qilyapsizlar? Shoshilyapsizlar dedi. Am hasibutum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum. Yoki sizdan oldingilarni boshlariga kelgan narsalar sizlarni boshinglarga kelmasdan oldin jannatga kirishinglarni o'yladilar. Masathumul ba'sa wad-darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrulloh. Payg'ambar va u bilan birga bo'lganlar Allohni yardomi qachon deyishdi. Shunaqangi qiyinchilik keldi, shunaqangi tor hayot keldi, shunaqangi muammolar keldiki, Allohni nusrati qachon deyishdi. Ala inna nasrullohi qarib. Bilingki, Alloh azza va jallaning yordami yaqinda. Allohning nusrati yaqinda. Mana shu qiyinchiliklar, imtihonlar bizni qay darajada ixlos ahliligimizni, qay darajada sidiq ahli ekanligimizni ko'rsatadigan oynamiz, o'lchovimiz. Ma kana Allohu liyazara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Ma kana Alloh liyazara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib." Alloh mu'minlarni pokidan nopokini ajratmasdan sizlar turib qo'ygan holatga qo'yib qo'ymaydi. Sizlar turib qo'ygan holatga qo'ymaydi. Alloh pok bilan nopokni ajratadi. Albatta ajratadi. Bilingki, bir joyda, bir safda musulmonlar birga harakat qilayotgan bo'lsa va mana bu safning ichidan ba'zilari yo'lda to'kilib tushib qolayotgan bo'lsa, bilingki, Alloh subhanahu va taolo pok bilan nopokni ajratyapti. Chunki Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn. Biz ular ko'rmaydilarmi? Har yili nima qilyapmiz? 1 yoki 2 marta ularni imtihon qilyapmiz. Sizni safingizda, sizni musulmonlar bilan birga bo'lgan jamoatingizda agar kimlardir tushib qolayotgan bo'lsa, bu sizni nima qilmaslik kerak? Mahzun qilmaslik kerak. Mahzun bo'lamiz. Lekin bizni mana bu mahzun bo'lishligimiz amallarni tark qilib qo'yishlikka, musulmonlar bilan birga bo'lishlikni tark qilib qo'yishlikka, bu ham bo'ldi, qaytib ketdi-yu, nima qilamiz ekan deb boshimizni ushab o'tirib qolishligimizga majbur qilmaslik kerak, sabab bo'lmaslik kerak. Allohga hamd aytishimiz kerak. Alloh pok bilan nopokni nima qilyapti? Ajratyapti. Yilda 2 marta, 3 marta, kerak bo'lsa shunaqa ko'p bo'lib ketadiki, odamlar to'kilib qoladi. Bitta ozgina yangi ilm talabasiga kirishlik bu yoqqa qo'ysin. Ilm talabasi bo'lmagan, yangi musulmon bo'lgan otaxonlar, onaxonlar tushungan masalani Alloh azza va jallaning imtihoni ekan, 5 yildan beri, 10 yildan beri musulmonman deyotgan odamlar ba'zan tushunmay qolar ekan. Shunda inson o'ylaydi, nimaga bunaqa bo'lyapti ekan? O'ylaysiz, topa olmaysiz. Sababi Alloh pok bilan nopokni orasini ajratganligidan bo'ladi. Ko'rinishda biz ixlos ahli bo'lib ko'rishimiz mumkin. Ko'rinishda biz Alloh uchun ko'p ibodat qiladigan, Alloh uchun molimizni, jonimizni ayamaydigan odamga o'xshab ko'rinishligimiz mumkin.
lekin Alloh azza va jallaga yoqmagan bir narsamiz bo'ladi, Alloh bizni poklardan qilmaydi, nopoklardan qiladi. Shuning uchun bizni avvalambor to'g'rimizmi, ixlos ahlimizmi, buni qanday bilib olamiz? Biz yashayotgan imtihonlarimizga nima qilishligimiz kerak? Nazar tashlashligimiz kerak. Yashayotgan imtihonlarimiz bizni imtihon bo'layotganimiz vaqtimizda, imtihon vaqtida yoki undan keyin iymonimizni ziyoda qilayotgan bo'lsa, sidqimizni, ixlosimizni mustahkamlayotgan bo'lsa, biz qana ham hamma o'sha orzu qiladigan baxtli odamlardan bo'lamiz. Chunki Rasulullohning sahobalariga imtihon kelganda ularni iymoni ortdi. Bu Allohni va Rasulini bizga bergan va'dasidir dedi. Mo'minlarning ustiga ahzoblar kelganida mo'minlar nima dedi? Butun o'sha insonlar ularga bostirib kelyapti, ulardan qo'rqinglar deganda nima deyishdi? Mo'min sahobalar, bu haza ma va'danallohu va rasuluhu va sadaqallohu va rasuluhu. Bu Allohni va Rasulini bergan va'dasi va Alloh va Rasuli nima qildi? So'zida turdi, sodiqdir dedi. Mana bularda imtihon kelgandagi holati. Agar shunaqa bo'lsak, Allohga hamd aytsak, Allohga kelganmiz, Allohga qaytamiz deb sabr qilsak, demak biz mana bu holatda to'g'rilik va ixlosda sobit bo'lgan odamlardan bo'lamiz. Robbim bizni mana bu holatda ixlosda qoladiganlardan qilsin. Diniy va dunyoviy har bir qanday imtihondan o'tishlikni va sabr qilishlikni, saflarimiz ozayishiga qaramasdan, yolg'iz qolishimizga qaramasdan, imtihonlarga duchor bo'lishimizga qaramasdan sobit turishlikni bizga nasib qilsin. Avvalo Alloh subhanahu va taolo ofiyat bersin. Allohdan ofiyat so'raymiz, ofiyat so'raymiz. Qiyinchiliklardan o'zi bizni uzoq qilsin. Robbim ixlos bilan, sidq bilan la ilaha illallohni aytganlardan bo'lishlikni bizlarga nasib qilsin. O'zi rozi bo'lgan payg'ambarlar, sahobalar, tobiinlar, shahidlar, siddiqlar bilan birga bo'lishlikni, ularni sevishlikni, ularni o'zimizga kumir deb bilib, ulardan andoza olib, ularni yo'liga ergashishlikni, dinda, aqidada, ixlosda, axloqda, har bir masalada ularga ergashishlikni Robbim bizlarga nasib qilsin. Shu bilan bugungi darsimizga yakun. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astagfiruka va atubu ilayk, va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.